Onamizni ham chiroyli ko'ylaklari yo'q edi. Yamoq ko'ylaklarda yurar edi. Doim bir g'am tashvishlari bo'lar edi. U kishi nimani so'radi? "Ya Rasululloh, bugun Alloh taolodan meni gunohimni kechirishligini so'rab bering." Rasulullohning ayollari, Rasululloh bilan bir bo'lishga bosh qo'ygan onamiz Alloh taolodan bugun Oyshaning gunohini kechirishligini so'rab bering deyaptilar. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Ey Alloh, mana Abu Bakrning qizi, seni Rasulingning ayoli, juft haloli. Bugun Rasulingni o'rtaga qo'yib sendan gunohini kechirishligini so'rayapti. Ya Robbim, bu Oyshani dedi, avvalgi gunohlarini ham, hozirgi gunohlarini ham, bundan keyingi gunohlarini ham o'zing kechirgin." Oysha onamiz xursand bo'lib sakraganlarda janobi Rasulullohning yelkalariga boshlari tegar. Shunda so'radilar: "Ey Oysha, xursand bo'ldingizmi?" "Nimaga xursand bo'lmaysiz? Zot duo qildi, bugun Oysha ma'suma, gunohdan poklandi. Gunohi yo'q uni endi." Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam yig'ladilar: "Ya Rasululloh, qalbingizga bir ozor kirgizdimmi? Sizga g'am yetkizdimmi? Nimaga yig'layapsiz?" deganda: "Oysha, Allohga qasam, meni payg'ambar qilib yuborgan Allohga qasam, men mana shu duoyimni bir kunda 5 marta ummatimga qilaman" dedi. Siz bilan bizni g'amimizda shunday o'tgan zotga ummat qilib qo'ygan Allohga hamdlar bo'lsin. Biz albatta u kishini yaxshi ko'ramiz. Albatta biz janobi Rasululloh bilan uchrashmasdan jannatga kira olmaymiz. Ertaga u kishining oldiga boramiz. Aytamizki: "Allohim, bizni mahshar kunida Rasulullohning oldiga yuborganingda, ro'para chiqarganingda u zotni ummatligimizdan yuzini yerga qaratib qo'ymang. Shunaqangi ummatlarni ham tarbiyalab olib borib qolmaylik. Rasulullohning oldiga Qur'on o'qishni bilmaydigan, namozga beparvo bolalarni olib borib qolmaylik. Rasulullohning oldiga borganda namozga, Qur'oniga muhabbatli bolalar bilan boraylik. Shunday bo'lib borishni Alloh taolo har birimizga nasib aylasin. Allohim bu yerlarga rizqimizni qo'shdi. Umid qilamizki, Allohim bizni arofatlarga ham nasibamizni qo'shgan. Bizlar ham shu yerda soch soqollarimiz to'zigan holatda, qoraygan holatda o'zingga tavba qilib, bu yerlardan gunohlardan poklanib, gardoni do'zaxga harom bo'lgan bandalaringdan bo'lish nasibasini bizlarga ham nasib aylasin. Siz u bizlarni boqaman deb ko'p g'am tashvishda yurib, namozlarini qazo qilgan ota-onalarimiz bor. Bilan bizni boqaman deb turib, bunaqa farovon hayoti yo'q edi. Yolg'on ishlatib qo'ygan ota-onalarimiz bor. Robbim, ular shunga majburiyat bo'lgandir, ularning gunohini o'zing kechirgin. Gunohlarni kechiradigan, gunohlarni yoqiladigan joyda ularni mag'firat qilgin. Ular bilan bizni jannatingda birga qilgin. Rasulullohning bayroqlarini ostida tirilib, janobi Rasulullohning qo'llaridan suv ichib, aytdikki, janobi Rasul